qiz qachon turmushga chiqishga tayyor hisoblanadi? Bugungi davrda nimagadir mana shu qizlarimizda oilaviy hayotga tayyorgarlik oldin 18 yoshda uzatsa ham eplab ketyapti-da, hozir 18-19 yoshda qizlarni uzatyapti deb gruppaga kirib qoldim yaqinda, Telegram gruppada sovchilar nimada turgan ekan, kirib ko'rib chiqsam 18 yoshda oila quryapti, bir oydan keyin ajrashgan. 19 yoshda oila quryapti, bir oy yashagan, ajrashgan, 2 oy yashagan, ajrashgan. Va juda ko'p, juda ko'p. Nimaga? Ular oilaviy hayotga yo tayyor emas, yoki shunchaki erga tegib, nomini erga tekkab ajrashib olgan deb turib, kimnidir ikkinchi, uchinchisi bo'lishga tayyor bo'lib oila quryapti. Ha, nomini oqlash uchungina teggan demoqchisiz. Vohli birovni million xarajatga tushirishdan ma'no nima? Yo'q, erga tegdimi bo'ldi, tegib chiqdi. Ya'ni o'sha ajrashib keldi deganlarni normal qabul qilyapti kim? O'sha uyda so'zi o'tmaydigan erkak. Ya'ni xotiniga nima deydi? Shunaqa bir maqol bor-ku, bo'yinbog'ini ushlatib qo'ygan deymiz, meni qanday tushuntirsam ekan. Xuddi shunaqa.